Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar bolalar, tuzukmisizlar? Sezonda birinchi kuni qanaqa bo'ldi ekanmiz? Avvalda Kemal olmadi. Xudoga shukr, biz sezonda birinchi kuni Global Mirovoy reytingda 78 da tugatdik kecha. Unda biz o'yindan chiqib ketdik. Zava berishiga ishonib, ertalab sahar kiryapmiz. 14:62 bilan birinchi kuni Zava. Bizda yana bitta niyat bor. Endi bu kelayotgan sezon Ultimate Royal'da top reytingga kirish. Va yana Instagram, YouTube'da kontent qilib borish niyat bor. Qolganini video davomida ko'ra olasizlar. İmkansızlık nedir düşün, çünkü elin çatmayacak kadar çok uzaktayım. O yarı gözlemedim ben, bitirir kalbim.